Hurmatli kuzatuvchilar, mana bu tomni ko'cha tomonidan shakli, ko'cha tomonidan ko'rinishi holati mana shunday holatda bo'lyapti. Ya'ni ikki tomonlama konvert bo'lyapti. Dorixonaning o'zi ikki tomonlama konvert bo'lyapti. Bu tomoni esa mana shu holati, pastga xonagan holati 65 santimetrdan kaziroq bo'ldi. Bu holat esa o'rta burchak deyiladi va bunisi esa chekka burchak. Chekka burchak holati mana shunday bir xil shaklda bo'ldi. Ko'cha tomoni 65 santimetrdan, qo'shni tomonlar esa 80 santimetr. Ichkari tomonlarni ko'rsatamiz. Ichkari tomonlari 1,5 metrdan chiqdi. Avvalgi uyga moslagan holatda mana shunday holatda kazirolar chiqdi. Buni kuzatib tursalaring, shifr olish jarayoni-yu, shifr qo'ygan jarayonlarimiz va tomni qanday shaklda chiqdi, shularni ko'rsatib o'tamiz. Kimga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, nomerlarimizni chiqarib qo'yamiz. Bemalol telefon qilishingiz mumkin.